Qo'shningiz Xolida xoladan ikkinchi qism. Birinchisi, hech qachon, ya'ni odamlarga qarab, o'zingizni, kelajagingizni, ya'ni planlaringizni bog'lamang. Chunki har doim odamlar sizni hisobingizga o'zini ishini navarot qilgisi keladi, ya'ni sizdan foydalangisi keladi. O'shaning uchun har doim biror bitta ish qilmoqchimisiz, birinchi o'rinda o'zingizga ishoning, o'zingizga suyaning. Ikkinchi maslahat, har doim, ayniqsa qizlarga tegishli bu narsa, agarda siz biror bir yigit bilan ko'rishyapsiz yoki biror bitta bola bilan uchrashuvga chiqdingiz, bu narsani o'rtog'ingizga aytib berishingiz shart emas, u bilan maslahat qilishingiz shart emas. Chunki u inson o'sha uchrashuvda bo'lmadi. Chunki o'rtoqlarimiz ba'zida bizga to'g'ri maslahat bermasligi mumkin. Masalan, aytaylikki, u bola zo'r bola bo'lishi mumkin, lekin o'rtog'ingiz uni tashqi ko'rinishiga qarab ham noto'g'ri baho berishi mumkin. Xuddi shunaqa o'g'il bolalarda ham qaysi qiz bilan ko'rishdingiz, nima ish qildingiz, nima qildingiz, vobshe o'rtoqlaringiz bilan gapirishingiz, bu to'g'ri emas. Keyingisi va oxirgisi, Xolida xolam aytadilar, har doim ko'p bola qaror qilayotganingda shoshilmagin deb. Chunki shoshib qilgan qarorlarimiz ba'zida bizga juda ham qimmatga tushadi. O'shaning uchun sizlarga maslahat, biror bitta ish qilsizlarmi, birinchi o'ylang, reja qiling, keyin обязательно uni sekin amalga oshirishga harakat boshlasangiz bo'ladi.